Arzonroqqa 2 xonali uy so'ragan do'stlarimiz uchun yaxshi variant bilan chiqyapman. Internet, ya'ni Kitvedamiz do'stlar. Katta yo'l, mashinalar qatnovi to'xtamaydi. Ko'ryapsizlar, bu yoqda angliskiy o'qitadigan uchebniy sentrlar, xullas, farzandinglar uchun ham mana shu joyda uy oladigan bo'lsanglar, farzandinglarning kelajagiga ham ta'sir qiladi. Xudo xolasa, aynan mana shu domni 4-qavatida sizlarga 2 xonali xonadonni obzor qilib beramiz. Aynan mana shu 4-etajdagi xonadon. Ketdik, hozir kirib ko'rib chiqamiz. Qattiq muhokama qilmaymiz, chunki bu yerda ijarachi turadi. Uyimizda bez remont holatda boshidan aytib qo'yaman. Orqa tarafda uyimizning glavniy kirurush eshigi, sanuzul dush oylarimiz alohida qilib qoldirib ketilgan. Kelib yashab tursa bo'ladigan holat. Bu yerda ijarachilar turadi. Hozir hamma xonasini ololmadik. Bu yoqda kattagina mehmonxonamizda bo'lyapti va mehmonxonaning shundoqqina yonida kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Kelib ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Narxini normalniy sindirib tashladim. Bu uyda olmasanglar bo'lmaydi. Aniq bu sizga qimmatlik qilmaydi. Oshxonasini ko'rdinglar, bu yoqda uyimizning balkoni ham joylashgan. Balkonli uy so'raysizlar-yu, aynan mana shunaqa xonadon sizlarga maxsus. Oynadan qaraganimizda bolalar uchun mo'ljallangan o'yingoh, mashina qo'yish uchun joy, xullas inson uchun kerak bo'lgan hamma sharoit bor. Mana shu xonadonimizning narxini 22 ming dollarga savdolashib qo'ydim. Pastda egasini raqamini qoldiraman. Qalbiga qo'l solinglar, sizlarga sunnatiga o'tib beriladi.